Asalimni kulishini qaranglar qizlar. Bugungi kunda 90% Instagram reelslari aynan shu ayol bilan to'lgan. Sababi juda ham katta shov-shuvligi sababchi o'ziga bo'lgan nisbatan bo'lgan samootsyenkani balandligi, ishonchi balandligi, qat'iyati balandligi bilan barcha ayollarni va erkaklarni, hatto erkaklarni ko'nglidan bir joy olmoqda. Ichidan nima o'tsaki, o'zi bilyapti, Alloh bilyapti. Lekin tashqaridagi insonligi, tashqaridagi odamligi, man hattoki qaynotasiga nisbatan jertvani yoqqani yo'q. O'zidan bir bechora hol, yig'loqi, yig'isi ayol go'zalligi, bo'lmasa ayol nafosati, ayol o'ziga nisbatan ishonchi shunday ko'rinib turibdiki, hatto olgan ikkinchi ayoldan bizani o'zbeklar bo'lganda nima qilardi? Bilasizlarmi? Aniq 8-etajga chiqib olib, birinchi bitta bolani, orqasidan ikkinchi bolani, keyin o'zini otib, hamma joyga sharmandai sharmisor bo'lib, barcha aybni bo'yniga olib o'lgan bo'ladi. Hammani ham tan olavermayman, hamma ayolni ham maqturmayman, lekin bu ayolga tasannolar. Boshqa gap so'z yo'q.